Assalamu alaykum tordaşlar, yaxşımısızlar? Ben azraq nahmeydan qilish qaroriga keldim. Abaytdan men namoyishga chiqqan vaqtimda hozir kiribli turishim shuning uchun mushtaqli so'zlab beray deb o'yladim. Abaydan sirtda namoyishida vaqtimdimi men Turkiyadagi bir xonimninki oila zo'ravonlik uchirganligi to'g'risida azroq so'zladim. Anandan keyin ba'zan bir odamlarni shu ayolga yon besib turib, bu qandoqla bo'lmasin urmaslik kerak. O sabab bo'lmaydi. Mayli oilada nima bo'lgan bo'lishidan qat'iy nazar urmaslik kerak. Bu bir Uyg'urning qizi tursa deb turib, yon bosganlarni ayollar to'plada shunda lavz gaplarni qilibdi. O ikkinchi xotin almoqchi hamda uchinchini almoqchi bo'lsa andaq demandaq dedi. To'xtab tur. To'rtinchini olamdi, beshinchini olamdi, ma xotinni urmaydi. Bu birinchi. Uradigan huquqi yo'q. Bu jinoyat, bu oila zo'ravonligi degan. Künüp qolgan jinoyatga bu uning ustiga davomli sodir qiladigan. Qo'shnilarim bildika, tunishlarim bildika. Birinchi qitimda hamda shu turklarniki nimasi bilan turkcha so'zlabdi, men hayot qilishim kerak deb videoni chiqarib qo'ydim. Hey, sen nomusni bilamsa? Aqasing? Hey, qizivala biladi. Hey, qiziva insoncha shunchalik yuragi og'riydi a videoni ko'rsa. Azraqmi izzat atish, taptatish xotin bo'lgan odamlar sizlar. Voy, tunagin alvop bo'lgan. Tunagin deyish bo'lgan. Hey, zo'ravonlik degan bugun erta 2 kunning ichida saqayib qoldigan, o'ngishilib qoldigan ish emas. Bu künüp qolgan qo'y davomlashidi. Aile zo'ravonligiga yo'q deyishni o'rganish kerak ayollar. Vatanning ichidan talay mushundaq ishlar aralashganman. Künüp qolgan, qo'llarini sundirib yotgan, tayoqqa dumbag'i künüp qoladigan ba'zilari. Tunji qatam o'zini huquqini qo'g'dash uchun ayol chiqibdi. Toplağa taşlasa ailesinin işlerini taşlaması gerek. Hey, bizde ya kanunumuz yok değilse bir nesi olsa. Ya bir devletimiz yok değilse. Hey, Uygur, iki Uygur bir xotunga bir igi çıkıdığanga mı bulmam da? Roz Ramazan neymiş için er bilimi demse. Neymiş ki Roz Ramazan deme urdu var bu. Karatıkın numus kımay davatkan geplerini jüvetken bosla da Açağının Facebook'unu ben ariyetke ağam ettim. Sizin Facebook'unu nasıl çıkardın mı? Assalamu alaikum. Ve alaikum salam. Bu ayollarning işi, aile işi depsiz. Bekli kızık bir iş oldu. Aile işi olmamız doğru çıkarttı. Kanunumuz yok. Özleri el kıldı. Kanun demiş ki yok ki sen turvatkan devlet. Ne o? Türkiye'de xotin kızlarını şundak behuzur ursa ayak astıksı buldu degen gap ma? Kızıkçılık oldu bu. Sen xotin mu? Sen ne mu? Erler yan besipti sana nim koydu. Davamlı urdiken o öyge kattık. Bozak kıldıken, kolum hoşlarım bildiken, etraftakilerim bildiken. Bu fakat aşı hayat kılışımını isteymen de tutup çıkırıp koydu o. Türkler ive tuttu bana. Honda nime mağı numus kılmaydıgan. Ey Xitay ayadı bastırıp yazsa. Urvatıdı, bir mıkıvatıdı deptir miyade ottasak. Jüritinla orlaşmalar Ramazan'da piştine oldu. Appan neydi piştine olamdı bu? Mavu birisiga qaytırgan sözüm çoqum bütün dünyani aylanıp çıkıdı. Özge qıptike bana. Qo'rqanchaqlig'ingda yozilsa so'zlayolmay. Men javob qaytardim. Bir yerlarga taqib yurgandan o'zimni qo'yay dedim. Ham so'zladim miyada. Nomus qilmay do'stlik qilib yotibdi ko't. Vatan davos qilgan bo'lsang qanday qilib beray? Vatandagilar shu Uyg'ur ayollari, qizlarning dardini tortyapmiz-ku. Sen kopup yenindeki xotiningni, ey, chiqishamsan, ajishib kelsan, ulda urmasan uludu. Nimdap ursa sen balağım etti o. Balağını muramaysan, ma Yevropa kapaqqa ishki putungni bir o'tik tiqidi. Deb yuzib qo'ysam da bir qanchasiga, o Turkiyada mı qılıdı deydi. He, Türkning oldida g'ing qilamaysa, Uyg'urni bozaq qilsa, nochasan Xitoychiqqa ko'chada ashada. Birasiga kekirib qo'yamaysa, o'zingni xotinni dumbalaysa.
şerefsiz. Körüvatsa qıçan, bana dostluk etipsa, nimi gipim battı sana deydigan. Kö özündeki şermendiligini. Tor hemmini eslididu. Ornundan kopap ket. Emdi urdigan işini qıp qalsan, teximi etrafında hemme adamni o'rinlashtirib qo'ydim hozir. Bira aş xotinimga tahdid qilib, oshunda o'ngtattir ishini anglab qolmay to'g'ri chiqib, yana so'zlayman, rasmimni ko'tarib chiqib so'zlayman bu qatim. Bilib ol. O rasva. Ayollar uchun bunda bulunglar. Nima deb tayoq yeysizlar, o'ylab beqinglar, ay. Aile zo'ravonligiga o'zing yo'q deyishing kerak. Beshida. Nima bo'lsa bir Facebookka chiqiralab tosh to'plag'ash ayol. Bugun ismingni demidim bu yerda, ayak chiqirib qo'ydim. Do'stlik evatkichi umma ko't. O ko'z bo'yamchiliklarni, o vatan davosi qilgandim. Voy Xitoy konsullarida yetib kelsa ko'rdim shu. Doppamni erayim sana. Qilgan sharmandaliking qarab baqa. Vatan davosi qilgan bo'lsa xotiningni ursa degan gap bormi? Rasva.